Assalomu alaykum. Hurmatli guruhimiz a'zolari. Golubika ko'chatlarimizni 3 yoshliklari bo'yicha bitta video obzor qilmoqchiman. Bu ko'chatlar 2025-yilda shu 1 yil oldin 2 yoshli hisobda keltirilgan. Bu yerda endi golubikani 3 yoshli ko'chatlari o'zi golubika 1-chi, 2-chi, 3-chi yillarida asosan tomirga ishlov berilishi kerak edi. Buni bo'yini o'stirish, mana bo'yi qancha, falon joyda buncha ekan, falon joyda endi buni bo'yini o'stirish qiziq emas o'zi. O'zi golubika 3-yoshdan biz nimaga 4-yoshda hosilga kiradi deymiz, o'zi 3-yoshdan gullaydi. Gullab mana tegmasangiz mana shunaqa gullaydi. Mana o'sha meva solib qo'ygan mana. Endi bularni bo'yini kesib tashlab ildizga ishlov beriladigan bo'lsa, 3-yoshda u gullagani o'zi mayda gul bo'lgan bilan ko'chatda asosiy kuchini mana shu mevaga olib qo'yadi. Mana bularni ko'rsatadi. Endi bitta-ikkitasini qoldirganimizda qolgan hammasini kesib tashlandi. Nimaga? Chunki mana shu ildizaga ishlov beradigan bo'lsa, bu 4-yoshda normalniy hosil berib asosiy kuchni bu yil ham o'sha ildizaga beradi. Mana shu ko'chatlar kuzgacha 70-80 santimetr qilinib 4-yoshga o'sha hosil olishga qo'ysa bo'ladi. Mana ko'rasizmi? Mana buni ham sal kechroq kesdik. Lekin mana bunaqa bitta-ikkita gullaganlarni qoldirdik, o'sha meva solib qo'ydi. Mana bu ko'chatlarimizni hali sotuvga e'lon qilmagan edim, chunki bu yerda 2000 ta ko'chatimiz bor. Bir joyga plantatsiya qilishni mo'ljallab bu yil sotuvga chiqarmoqchi emas edik buni. Endi sizlarga shunchaki bir tushuntiray deb video obzor qilib beryapman. Endi ana 4 yoshli ko'chatni olib kiradigan bo'lsak, buni ham ma'lum bir qismini sotuvga chiqarishimiz mumkin. Mana ko'chatlar mana shu holatda. Endi tegmasa mana shunaqa bu bo'yi mana bo'y ketaveradi mana. Mana shuni o'zi ham hozir 80 santimetr bo'lib qolgan. Lekin bizlarga 1-yilga, 2-yilga, 3-yilga buni tomiri ishlash qiziq. Tomiri ishlanadigan bo'lsa, keyin mana shu tegidan tomirdan mana shularni ham kesib tashladik mana. Kesib tashlangan o'sha tomirdan bachka beryapti. Bu shoxlayapti. Bu shoxlatib bu yil 70-80 santimetrga keltirilib olsa, ana keyingi yildan normalniy hosil berishni boshlaydi. Bu yil beradigan 4 hosilni poylaydigan bo'lsangiz, ko'chat qiynaladi. Keyingi yilga beradigan hosili ham o'ziga yarasha bo'ladi. O'sha uchun 3 yil davomida boshlang'ich 3 yil davomida buni mevasiga emas, o'sha ildizaga berish, shoxlatish, shaklga keltirish, shu narsalar qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bir xil joylarda ko'chatlar bo'ladi. Savol bo'lishi mumkin. Nimaga 1 yoshli ko'chatlarda ham 4 ta, 5 ta shox bo'ladi? 2 yoshli ko'chatlarda ham shunaqa bo'ladi degan savol tushishi mumkin. Golubika asosan 2 xil usulda ko'paytiriladi. Qalamchidan ko'paytiriladi yoki in vitro usulda. In vitro usulda ko'paytirilgan ko'chatlari 1 yoshligida ham 4 ta, 5 ta shox bo'ladi. 2 yoshligida, 1 yoshligida bularda mana shu boshlanishi shu qalamchidan boshlangan. Mana ko'rayotgan bo'lsa, mana 1-yildagi shu. Keyingi yiliga bular chiqqan. Bu shoxlari olib tashlangan, 3-yoshga endi bu. In vitro ko'chatda
O'sha 1 yoshligi o'zida 4 ta 5 ta shox bo'ladi. Endi qalamcha usulda tayyorlangan ko'chat, in vitro usulda tayyorlangan ko'chat, buni qaysi biri afzalroq? Endi bu bizning gapimiz emas. Masalan, o'sha in vitro laboratoriya usuli o'sha Yevropada o'sha boshlanishi Fransiyada boshlangan bu 30-yillarda. Lekin hozirga kelib o'sha Yevropaning olimlari ham in vitro usulda nav aynishi, ya'ni o'sha mutatsiya bo'lishi darajasi yuqori deb ular ham hozir in vitro usuldan qochyapti. Sort aynib ketadi degan xulosaga kelindi. Mana shu ko'chatlarimiz. Bular mana shu bariga 3 kun oldin shunga o'xshagan mana qip-qizil edi. Yana bitta narsani tushuntirib ketay birato'la. Mana agar o'sha tuproqda pH yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bariga mana shu holatga kelib qoladi, qizil bo'lib. Bu ko'chatlar qip-qizil edi. Hammasi. O'sha kesli suv qilib berildi. Mana 2 kunda yana o'zining holatiga qaytyapti. Shu qizil barglar yana yashil bo'lib orqaga qaytyapti. Mana hosili. Shu hosil berib qo'ygan. U hosillarni o'zi olib tashlash kerak, lekin bitta ikkita qoldirdik o'sha har xil sortlaridan. Hosilini qoldirsak nima bo'ladi-yu, qoldirmasak nima bo'ladi? O'sha narsani amalda ko'rsatib berish uchun qoldirib qo'ydik. Qolgan hammasini kesiladigan joyini kesib shakl berib qo'yildi. Xo'sh. Endi mana bu yerda mana oblipix ko'chatlarimizdan ozgina qismi qolgan. Buni 24-25 bugun ertaga kim xohlasa 5 ta, 10 ta ekib qo'yishni xohlaganlar, ikkilanib o'tirganlar yoki imkoniyati bo'lib bo'lmay turgan odamlar bo'lsa, mana shu 2 kun ichida harakat qilinglar. Oblipixani yakshanba kuni o'sha umrini o'tkazmasdan buni ham ekib yuborishimiz kerak. 2 hafta kutdik. Kim xohlasa olsin deb mana o'sha bariklari, ko'taklari uyg'onib ketdi. Endi buni tezroq ekmaydigan bo'lsak, kimnidir poylab o'tirishga ko'chat uval bo'ladi. Mana ko'chatlarimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga omad, dehqonchiliklarga baraka bersin. Mana shunaqa qilib golubiklarni ekib, gullatib hammaga rahmat e'tiboringiz uchun.